Bozor yonyapti do'stlar. Mana qaranglar, Chiroq qora guruh bozori. Gap yo'q. Savdolar bo'lyapti. Bu yoq chang, buqalar tuproqni sochgan. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun 29-iyul sanasi bilan Chiroq qora guruh bozoridagi bozor narxlarini tanishtirishga yetib keldik. Do'stlar, birinchi yirik shohir mollar tomonidan boshlaymiz. Qo'y qo'zilar bilan tugatamiz do'stlar. Kanalga yangilar obuna bo'lib qo'yamiz, like podpiska bosib esdan chiqmasin do'stlar. Mana biz boshladik. Bismillah. Xo'p, mana bu sigir so'raylikchi. Bahosi qanaqa qo'yildi? Assalomu alaykum. Nechta pul bo'lyapti bu bahosi? 60 million deyapti. 60. Bu qanaqa gibridmi deymani? Semental bilan nima chatish? Semental. Jaydariga sementalmi? Semental bilan nima chatishgan deyman? Semental emas-ku, u toza emas-ku. Sementalga chatishgan deyapti. Jazman savdo bo'ldimi yo'qmi? Qo'lim? 45 so'rayapti. 45 ga yo'qmi? Nechta tuqqan o'zi bu? Ikkinchisi qonida. Bo'g'ozi necha oylik? 2 oylik. 2 oylik, ikkinchisi qornida ekan do'stlar. Bo'ylari 1.30 Nasıl 1.30 atrofida olaverasizlar. Bozoringizni bersin, polvon. Xo'p, mana bu sigir so'raylikchi, galishdaymi deymanda. Assalomu alaykum. Polvon, yaxshimisiz? Nech pul deyapsiz? Galishdaymi bu? 70 ta. 70? Mana do'stlar, 70. Fokusga ekan bo'lasiz, ha? Savdo bo'ldimi yo'qmi? Nech pulga berilmadingiz? 58. 58 ga bermadingiz, ha? 58 ga berilmabdi. Bozoringizni bersin. Hop, mana buni so'raylikchi. Assalomu alaykum. Aka, nech pul dedingiz buni? 70 million. 70. Nechinchi bolasi? Ikkinchi bolasi. Ikkinchi. Fokuschami deyman aka? Fokuschi. Urg'ochi ekan do'stlar. Ikkinchi bolasi. Bo'ylari 1.30 plus olaverasizlar. Savdo bo'ldimi aka? Hali savdo bo'lmabdi mana do'stlar. Molga baho berasizlar. 70 bahosi. Molimiz chiroyli ekan. Ularni ko'raveraylik. Bozoringizni bersin aka. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Nech pul dedingiz buni? Ona bola. 70 deyapmiz aka. 70 bahosi. Mana do'stlar. Nechinchi bolasi aka bu? Ikkinchi. Fokuschami, g'unojinmi deyman, ana? G'unojincha ekan do'stlar. Ikkinchi bolasi. Bo'ylari 1.30 plus 1.40 atrofida olaverasizlar. Aka, bir 10 ta sut beradimi? 10 taga garantiya. 10 taga garantiya deyapsiz. Savdosi bo'ldimi yo'qmi? So'radi 50 million so'radi. 50 ga bermadingizmi? Mana do'stlar, 50 ga yo'q. Molimizni ko'raverasizlar, bo'y bastini. Aka, bu shved bilan chatishmi deyman, ana? Toza shved aka. Bolasi semental. Toza shved deyapti. Bozoringizni bersin. Hop, mana buni so'raylikchi. Assalomu alaykum. Tog'a, yaxshimisiz? Nech pul deyapsiz bu sigirimizni? Tushirib qo'yasizmi? Bo'ldi, sog' bo'ling. Tushirmasak tushirmaymiz, buni majburlash. Assalomu alaykum. Nech pul savdo bo'lyapti akalar? Bermayapsizmi? 36 ga. Bahoni nechi qo'ydingiz? Baqa qo'yganmi? Hozir qarab. 40. Hozir qoldi. 42. Qancha bering deyapsiz? Ko'ngil qanday, tog'a? 38 o'ng deyapman, bu ham mol. 38. Nechinchi bolasi o'zi bu? Ikkinchi. Fokuschami, g'unojinmi? G'unojchi ekan do'stlar, mana. Bo'ylar bu ma'ruf bozorchi. 1.20 plus olaverasizlar do'stlar bo'ylarini. Mana molimiz savdo bo'lyapti. Real savdo ertalabki. Bozoringizni bersin. Xo'p. Mana bu sigirimiz so'raylikchi. Assalomu alaykum. Tog'alar nech pul deyapsizlar bu sigirni? Nech pul polvon? Sizdanmi? 75? 75. Ho'kizcha ekan do'stlar bolasi. Savdo bo'ldimi? Nechinchi bolasi bu? Birinchi bolasi. Savdosi bo'ldimi? So'rashdimi yo'qmi? So'ramabdi hali. 75. Shu baland narx aytayapti. Bo'ylar 1.20 plus do'stlar. Hop, bunisini so'raylikchi. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Nech pul deyapsiz buni bilan? 45 deyapti. 45 bahosi. Nechinchi bolasi? Ko'ringizda ikkinchi bolasi. Ho'kizcha 35 qilyapti. 35 ga bermayapsiz, ha? Mana ho'kizcha 35 ga yo'q. Aka, Mana. Molimizni ko'ringlar. 35 ga yo'q. Gap yo'q. Bozoringizni bersin aka. Xo'p. Buni so'raylikchi. Bu bolasimi bu? Salom. Nech pul deyapsiz buni? 60 deyapmiz. 60 bahosi. Mana do'stlar, bolachasi. Gap yo'q. Nechinchisi bu? 3-bolasi. Uchinchisi. Savdo bo'ldimi hali? Savdo bo'lyapti, 48 so'rayapti. 850 gacha chiqdi. 48-50 gacha yo'q. Mana chiqdi do'stlar. Mana. Chiroyli ekan ho'kizchasi. Bo'ylari 1.30 atrofida. Molimizni ko'raveramiz. Gap yo'q. Bozoringizni bersin polvon.
Assalomu alaykum, aka yaxshimisiz? Nech pulladingiz ona bola? 50 deb. 50. G'unojin ekan do'stlar bolasi. Nechinchi bolasi bu? 4. 4-chi bolasi. Bo'ylari 1.30 plus minus olaverasizlar. 4-chi bolasi. Savdosi bo'ldimi aka? 35 so'rayapti. 35 ga yo'q, ha? Ko'ngil qanday aka? Borursa qilamiz. 35 dan oshsa xudo xolasa, ha? 35 ga yo'q. Bozoringiz bersin aka. Orqalaridan ko'ringlar. 35 gacha chiqqan savdosi. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Nech pulladingiz ona bola? 50 deyapmiz aka. 50 bahosi. Bolasi mana bu. Mana ho'kizcha bolasi do'stlar. Xo'p, bo'ylari 1.20 plus olaverasizlar. Jazman savdo bo'ldimi aka? Ha, bir kam pul so'radi. 1 kam 40 ga yo'q, ha? Mana. 1 kam 40 ga yo'q. Olimiz orqalaridan baho beraveringlar. Bozoringiz bersin aka. Xo'p. Mana. Salom. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Tog'a nech pul dedingiz buni? Buni Holi 40 yaxshi? deyapmiz aka. Xo'p. 33 ga qilishyapti. 33 millionsiz, bor ekan. Yetalasini Ko'kcha ekan, ha bola? Bolasini ovozi. Nechinchisi? 3-chi bolasi. 3-chi bolasi do'stlar, mana. 33 ga berilmayapti, ha? 8 litr suti bor ya, bo'ylari 1.20 plus olaverasizlar. Mana. 33. bo'lsa yetalatamiz. Bor 33. Mana. Bor barakangiz bormi? Ko'ngil qanday, tog'a? Ko'ngil 34 ga bermadim deyapti. Nechiga bordingiz? 33 ga. Kenja. Doktorning yerini ol. Sababi o'zimiz mol. Agar Sinalgan mol bo'lsa, birov turmaslik kerak. Moshini beryapsiz. Hozir 34 ga bermadim. Bo'ldi, bo'ldi aka. Achchiqsa nima? Savdosi. Buni ham tomosha qilasiz. Lan baraka. Ha. Bo'ldi. Men akalarim savdoni usti. Gap. Mana 33. 30 ga berilmayapti. Bozorlaringizni bersin. Xo'p do'stlar, mana bu jaydar molimiz savdo bo'lyapti shekilli. Nech pul savdo bo'lyapti aka? Assalomu alaykum. Nech pul so'radi? Nech pul so'radi aka? 20 million. Baho nech qo'ydingiz? 25 baho. 25. Nechinchi bolasi o'zi bu? Birinchi bolasi 25 bahosi 20 ga berilmayapti. Mana jaydar molimiz. Orqalaridan ko'ringlar, bolasi ko'kcha ekan. Bozorlaringiz bersin. Mana do'stlar, mana qizil Eston molimiz. Buni so'raylikchi. Xo'p. Aka ham teskari bo'lib oldi. Aka nech pul baho qo'ydingiz menga ona bolani? 50 million. 50. 50. Ko'kcha ekan do'stlar. Eston parodami deyman aka? Qizil Eston paroda kal do'stlar. Xo'p, 50 bahosi jazman savdo bo'ldimi aka? Nech pul so'radingiz, tog'a? So'radi. Yo'q, sotyapman. Ha, nech pul so'radi? Jazman savdo bo'ldimi? Pas. 40 dan past, ha? Ha. Nechinchi bolasi o'zi bu? Ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi 40 dan pastga. Mana. Ko'ring. Baho beraverasizlar, kommentariyada fikrini yozing. Bozoringizni bersin. Xo'p. Mana. Assalomu alaykum. Akalar nech pul bo'lyapti bu sigirimiz? Yaxshimisiz? 40 million deyapmiz. 40 bahosi. Nechinchi bolasi bu? Ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi. Ho'kizchami deyman, ha? Ho'kizcha ekan do'stlar. 40 baho. Jazman savdo bo'ldimi? Nechga chiqdi? 33. 33 ga yo'q. Mana do'stlar. Bozoringizni bersin aka. Molimizni orqalaridan ko'ringlar. 33 ga yo'q jazman savdosi. Xo'p, buni so'raylikchi. Assalomu alaykum. Aka nech pul dedingiz ona bola? Sizdanmi tog'a? Nech pul deyapsiz? 45. Nechinchi bolasi? 3-chi bolasi ho'kizcha do'stlar mana. Bola yelkasiga paskan digan. Bo'g'ozmi? Ha. Xo'p do'stlar, bo'g'oz ham ekan sigirimiz. Savdosi bo'ldimi yo'qmi jazman? Jazman bo'lyapti. Nech pulga chiqdi aka? 35 ga. 35 ga berilmadi, ha? Mana do'stlar, 35 ga yo'q deyapti. Jazman savdo 35. Ko'raverasizlar. Molimiz orqalaridan ko'ringlar. Gap yo'q. Bozoringiz bersin aka. Xo'p. Men mol so'raylikchi. Assalomu alaykum. Tog'a yaxshimisiz? Nech pul dedingiz ona bola? 45 deymiz. 45? Nechinchi bolasi ekan bu? 4-chi. Bunojinchami? Ho'kizchami? Bunojincha ekan do'stlar. 4-chi bolasi. Jazman savdo bo'ldimi? Jazman savdosi. Jazman. Hali jazman savdo bo'lmadi. Bozoringiz bersin aka. Mana bo'ylari 1.20 plus olaverasizlar. Molimizni orqalaridan. Gap yo'q. Xo'p. Mana so'raylik. Palon o'zimi buni? Assalomu alaykum. Nima deydi? O'zimi buni? Bolasi bormi? Bolasi bor. Orqadami? Nech pul baho o'ylayapti bunga? 38. Savdosi chiqdimi? Bola chiqqandir, buni Ha, savdo. sori. Yaxshi. Ha. Egalar pastga o'tib ketadi. Mana savdosini so'raylikchi.
Assalomu alaykum. Nech pul so'radingiz? Tova? 21. Birinchi bo'lasimi deyman, ha? Ho'kizchami? G'unojimi? G'unojim. Birinchi bo'lasi 20 million. Bahoni qanday qo'ysiz aka? Bahoni Ma'ruf bozorchi aka. 27. 20. Bozorchi. Mana do'stlar. Bo'ylari 1.20 atrofida. 20 ga realniy savdo berilmaydi. Bozoringiz bersin. Yo'q. Xo'p, men sizga so'raylikchi. Tog'a nech pul dedingiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nech pul deyapsiz sigirni? Buni 45 deyapmiz. 45 bahosi. Nechinchi bolasi bu? Birinchi bolasi. Birinchi bolasi. Mana ho'kizcha do'stlar. 45 bahosi. Jazman savdo bo'ldimi tog'a? 8 million berilyapti. 38 ga bermadingizmi? Mana 38 gacha jazman savdo bo'ldi, bermadim deyapti akamiz. Orqalaridan ko'raverasiz. Gapi. Bozoringiz bersin tog'a. Xo'p, mana shved so'raylikchi. Aka shved nech pul bo'lyapti? Sizdanmi? Assalomu alaykum. Telefon. Mol olsak bo'lmaydi. Mayli, sog' bo'ling. Aka nech pul dedingiz ona bo'lani? Ha? Ona bo'lani nech pul deyapsiz? 32. 32. Savdosi bo'ldimi aka? 25 ga bermadi. 25 ga bermadingiz, ha? Nechinchi bolasi bu? Uchinchi bolasi do'stlar, bolasi mana ho'kizcha. Mana ko'raverasizlar. Molimiz 1.20 plus olaverasizlar bo'ylarini. Bozoringiz bersin aka. Xo'p do'stlar, bunaqa paroda bo'ladi. Aka nech pul dedingiz ona bola? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? 32 deyapmiz aka. 32. Nechinchi bolasi bu? Ho'kizchami deyman, ha? Ha, ho'kizcha. 5-chi, 3-chi? Ha, uchinchisi. 3-chi bolasi do'stlar mana. Bahoni qanday qo'ydingiz aka? 1.20 atrofida. Bahosi? Bahosi 32 aka. 32 so'ralgani qanday bu? Jazman savdo 27-28 so'rayapti. 27-28. Yozmali. Chiroqchi Moskva. Mana chiroqchini moli. Bozoringiz bersin aka. Xo'p, do'stlar. Ona bola sigirlar. Savdo bo'layotgan joy mana. O'ziga yarasha bir qo'l ushlab tortayotgan jazman savdo yo'q. Jazman savdo yo'q. So'rayapsiz. Xo'p, men bu. Assalomu alaykum. Nech pul dedingiz ona bola? 30 million aka. 30. Nechinchi tug'ishi? 6-chi bolasi urg'ochi do'stlar. Mana bo'ylari 1.20 plus olaverasizlar. Savdosi bo'ldimi aka? Savdo o'z bo'ldimi deymanda 26mi? 26 ya. Baraka bo'ldimi? Necha baraka bo'ldi aka? Qancha? 26? 26 millionga mana baraka bo'lib yetalib chiqib ketilyapti do'stlar. Baraka toping, 26. 26 millionga baraka. Gapi. 26 millionga baraka bo'ldi. Mana do'stlar, jaydar mollarning savdo bo'lyapti. Assalomu alaykum. Nech pul so'radingiz, tog'a? 20,5. 20,5. Bahoni qanday qo'ydingiz aka? 26 deyapman. 26 bahosi. Birinchi bolasimi deyman? Birinchi bolasi. Birinchi bolasi. 4 kunlik bu. 9 bu. Ho'kizcha ekan. 4 kunlik mana. 20,5 ga berilmayapti. 26 bahosi. Mana. Bo'ylari 1.20 atrofida. Mana bo'lsa jaydar mollarimiz savdosi chaqqon qisqasi. Bozoringiz bersin akalar. Xo'p. Mana savdo. Mana shu sigirni savdo bo'lyapti. Savdo bo'ldi bu. Nech pulga? 22 million. Berilmayaptimi? Sonam yaxshi tushirindi. Bu bermayapsizmi 22 ga? 22 ga chiqdi. Shuncha yilning gapini olyapman. Berasiz. Yana 1 million boshim qani? Xalq ko'radi, dunyo ko'ryapti. 21 mi tog'a? Endi yana qirib hozir ostda ilamayapti endi. Mana tushirindi moshadan. Baraka bo'lsa 21 ga qarang 22 million bo'ldi 20. Bormi bu? Faqat arzonni 22 million. Tog'a bitta mol ko'rsatay bo'ldi. Bu yoqdan olamiz, bu yoqdan. 22. Mana 22 million ona bo'lamiz. Mana savdosi bitmayapti. Gapi. Bozorlaringiz bersin. Xo'p do'stlar, jaydar mollarga savdo bor-da. O'zi nimalarga paroda mollar o'zi kam ekan, yo'q ham ekan. Mana shu molimizni ko'raylik. Bo'ylari 1.20 plus bo'lsa, 25 ham chiqadi. Ho'kizcha bo'ladi. Nechinchi bolasi? 3-chi bolasi ho'kizcha ekan. bozor kirgizibsiz
irkab bo'lmaganmi? Endi irkab. Nech pul savdo bo'lyapti akalar? Assalomu alaykum. 25 berilmayapti, ha? 30 bahosi 25 berilmayapti. Nechinchi bolasi? 3-chi bolasi. Ha. Ko'ngil qanday aka? Endi 30 dan 30 ga sotmassizda. Aytmadim deb aytdim. Ha. Sal kamera qilib beradi. 25 dan oshdimi yo'qmi aka? 26 so'rayapti. 26. Endi 30 dan bir nima tushing, akalar oshibdi. Avr telefon Mana. Yo'q, 26 na. Men aytyapman. 26. Ma'ruf bozorchiga kirsangiz aka. Ha, charcha. Kabi bozorlar. Hamsangizmi? 26 million do'stlar, mana yo'q. Kommentariyada fikr bildiramiz. 26 millionga arziydimi mol? Ma'ruf bozor demaksan? Ma'ruf bozorchi aka. Sog' bo'ling, charchamang. Mana do'stlar, yana jaydanimiz. Assalomu alaykum. Hech bir savdo bo'lyapti aka. Kaç bitken? 100 liraya çıkar. 70 gündür bozuldu. Peygamber'e açtı. Tavuk bermasa egasi tavuk beradi. Yeah. Arkadan qarab boğazımız 50 bo'ldi. Bunday demang, bozorda qo'rqitasiz. Ha, egasi tug'dirib beribdi. Ha, tug'ib beradi deb eshitdim men. Ya, senlar o'zi biladi, boshqa kerak yo'q. Tushunyapsiz aka? Ol. 25'te. Ol bilan. 25. Nech pul so'radingiz, tog'a? 21 million. 25 bahosi 21. Nechinchi bolasi? 3-chi bolasi, mana. Ol. 25 aytilib 21 ga so'ralyapti. Orqalaridan do'stlar. Mana, jaydar mol, savdo. Otabek. Ol baraka deng. Tog'adan oldin ham so'ravdim birinchisi aka. Ha, so'rayapman men. O'zim so'radim 21 million. 21. Ol bilan. Bu savdolaringiz oz qolibdi lekin. Ha. Ol bilan. Bozorlaringiz bersan? Hop. Chiqaylikchi do'stlar. Mana bu yerda katta man qizil sigirini so'raylik. Assalomu alaykum. Aka nech pul dedingiz? Bozorchi qanday? Rahmat aka, sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Rahmat. Aka chorvaga bor aka, nech pul baho qo'ydik bunga? Buni 38 so'rayapman, bozor 30 qilyapti. 38 baho qo'yasiz, 30 ga bermayapsiz, ha? Nechinchi bolasi bu? Shvet ekan bolasi. 4-chi. O'kischa. Mana. Gap yo'q. Bo'ylari 1.20 plus olaverasizlar do'stlar. 1.25 lar chiqib qoladi. Mana orqalarida. Gap. Necha bo'lyapti bu? 30 ga bermadim deyapti. Bozoringizni bersin aka. Hop. Maylichi. Mana moldan so'raylik. Hop. Tog'a nech pul dedingiz buni? Assalomu alaykum. 35 deyapti. 35, hop. Nechinchi? 3-chi bola. 3-chi bolasi qo'shchi, ha? Urg'ochi. Urg'ochi ekan do'stlar. Mana 3-chi bolasi. 1.25 plus olaverasizlar bo'ylani taxminan. Savdo bo'ldimi, tog'a? Savdo bo'lyapti, 32 ga bermayapti. Bermadiz-a 32. 32 ga bermayapti. 32 gacha yo'q desa. Shoxlarini egovlashgan ekan. Bozoringiz bersin, tog'a. Mana savdo. Nech pul chiqdi aka savdosi? Birinchi bola. Birinchi bolasi. 18 millionga so'ralyapti. Birinchi bolasi. Sigirimiz. Bo'ylari 1.20. Taxminan olaverasizlar. Baho nech qo'ydingiz aka? 20 million. 20. 18 ga bermayapsiz. Birinchi bola. Mana. 18 ga chiqdi. Mana 10 olguncha. 18 ga berilmayapti. Ya, hozir 5 so'm. Mal, ayni. Yo, endi nima kerak bor bu yerda? Birov savdo qilib turibdi, ikkinchi odamni qo'yshi. Shunday. Yo, bu halol bo'lmaydi endi bojon endi. Siz narigini ko'ryapsiz, 16 beraymi deb reklama qilyapti. 15 mi? Ha, 15. 16 bering istaysiz beraman. 8 tasi bermasa ber. Ne kerak bu? Orqasidagi nima? Ha, bola. Mana orqasidagi 16 bo'lsa beraman. Mana. 16-chi. Mana 18 ga berilmayapti. 20 bahosi. Bozorlaringiz bersin. Xo'p, do'stlar. Savdo. Ona bolalar savdosi mana. Jaydarlarimiz savdolar. Assalomu alaykum. Nech pul savdo bo'lyapti akalar? Yaxshimisizlar? 21.5 ga berilmayapti, ha? Ha, 21.5. Baho nech qo'ydingiz? 2.5 bo'lsa beraman deyapti. 1 million. O'zi hech narsa qolmabdi. Sal talashsalar narx chiqib qoladi akalar. Mana, nechinchi bolasi? 3-chi bolasi. O'kischa ekan do'stlar.
Mana. Uchinchi bo'lasi. Ma'ruf bozorchi aka. Ma'ruf bozor ko'rganman. 21,5-23,5 o'ralaringizda. Aka tushadi, salbisi chiqing qani aka, bir gap bo'lardi. Chiqmayapti-da. Yo'q. Toshga o'xshab qotib qolgan, tosh bo'ladi ekan. Tosh. Bozor kelsam tosh bo'ladi deysiz-da. Yig'ish bo'ladi aka. Yig'ish. Agar Toshdan qattiq bo'ladimi? shu endi nimadan materialga bog'liq-da aka. Va kuyib bitib ketganimizda qattiq bo'ladi. Ha, shunday. Aka berasizmi? Mana shilak bo'lib qoladi-ku. Bo'ldi, yana 100 ko'rdi. Ya u 100 Qancha bo'ldi? Xullas dangal sotasizmi? otama u pulga bo'lmaydi. Bo'ldi, 22 million sotib endi qarang. 22 million. Ha, 22. Aka, xalq ko'rib, aka ham yaxshi chiqdi lekin 22 million hozir 500 ming chiqdingizmi shunda? 500 ming qolyapti endi oralaringizda. Qancha olib qoldi mana? 22 bo'ldi. 22 yarim bo'lsa beraman debdi. 26 deydi, yirik deydi. Bu yoqda o'zi pichib yotdi, lapti. Hamma aytdim qaytasiga. Ya pul chiqar nima dedi aka? Ko'ngil nima dedi? Ochdingizmi yo'q? Mana shunga biza oling. 26 bo'lsa ko'ring dedi. Endi 26 juda balandda yo, olar narxini. Pul chiqar narxi. Qanday ham 26. Mana jaydarim olimiz savdosi. Ko'raverlar do'stlar, baho berasizlar. Gap yo'q. Bozorlaringiz bersin aka. Xo'p. Mana bu jaydarim olimiz savdo bo'lyapti. Assalomu alaykum. Nech pul savdo bo'lyapti? O'z ishi bilan pul bermam deyapti. O'z ishi bilan. Nech pul so'radingiz aka? 15,5 so'radim aka. 15,5. Nechinchi bo'lasiz aka? Birinchi bo'lasiz. 15,5 ga mana yo'q. Savdoni ustidamiz. Realni 15,5. Buni shuncha ekan bo'lasiz do'stlar. Bozoringizni bersin. Xo'p. Endi tepaga qarab yuramiz do'stlar. Mana savdolarni. Ona bolami o'zimi aka? Nech pulga qo'ydingiz buni? 28 bahosi. Savdo bo'ldimi yo'qmi jazma? Hali jazma savdo bo'lmabdi. Hozir keldim deyapti akamiz. Mana. Aka bo'g'ozmi bu? Bo'g'oz ekan. Bo'lar biri 20 plus olaverasizlar. Aka nech pul dedingiz buni? Sigaramizni? 30. Bo'g'ozmi deymani? Bo'g'oz 7 oylik. 7 oylik bo'g'oz 30 bahosi. Jazma savdo bo'ldimi aka? Nechinchisiga? 24 ga yo'q. 3-chi bo'ladi. Uchinchisiga bo'g'oz ekan do'stlar. Bozoringizni bersin aka. Ancha chang. Olimiz. 7 oylik bo'g'oz. Assalomu alaykum. Nech pul bo'lyapti ekan g'unojimniki? Bozoringizni bersin aka. Bo'ldi gapi. Assalomu alaykum. Tog'a nech pul dedingiz bu Shvedda? 35. 35. G'unojimmi deymani? Bo'g'ozmi? Bo'g'oz ekan do'stlar. Mana Shvedimiz bo'g'oz birinchisiga. Savdo bo'ldimi yo'qmi tog'a? Jazma. Nech pulga chiqdi? 28 ga yo'q. Mana. Bo'ylari 1.30 atrofida. Ko'rasizlar. Shved ma'ruf. Ma'ruf bozorchi aka. Bozoringizni bersin aka. Xo'p. Tepaga qarab chiqaylikchi. Qaysi baraka bu? G'unojimmi? G'unojim 6 oylik bo'g'oz mana. Nech pul so'radi akamiz? Buni so'rayapti 19 million so'rayapti 19,5 ga bermayapman. 19 ga so'ralyapti, 19,5 ga bermaganman deyapti akamiz bu g'unojim. Bu ham bo'g'ozmi? Bunisi ham bo'g'oz ekan. 6 oydan oshgan deyapti. Hop, yelinlar lekin yopishyapti. Ko'raverasiz mana g'unojimlarimiz bahosi. Hop. Do'stlar mana bozor avjida. Bozorimiz qaynayapti. Chiroqchi jahon bozori. Baraka bo'ldimi aka bu? Bag'on nech qo'ydingiz siz? Bag'oz qanday bo'ladi? Bag'oz qanday bo'ldi bu? Bahosi 22 ga chiqdi. 22 ga bermadingiz, ha? Bo'g'ozmi deyman aka? Nechinchisiga? 4-inchisiga bo'g'oz, 22 ga yo'q. Bag'oni qanday qo'ydingiz? Mana 28. 28 baho qo'yilgan. Mana. Ko'ringlar orqasida. Bo'g'oz deyapti akamiz. Necha oylik aka bo'g'oz? 5 oy. 5 oy.
bozoringiz bersin. Aka nechi pul baraka bo'ldi? Baraka bo'lgancha 14 million. 14 million o'zi ha? Ha, o'zi. 14. Nechta tuqqan ekanmi? 4-chi bo'ladi. 4 ta tuqqan do'stlar. Bo'g'oz emasmi aka? 14 millionga mana 4 ta tuqqan sigirimiz baraka bo'ldi. 14 million. Bo'ylari 1.20 pilos olaverasiz. Baraka topinglar, o'g'an ham sotgan ham aka. Xo'p, yuraylikchi. Mana do'stlar. Sog'in sigirlardan endi qisir sigirlar tomondan. Aka, assalomu alaykum. Nech pul dedingizmi? Nech pul deyapsiz aka? 20. Nechta tuqqan bu? Bo'g'ozmi, qisirmi? Bo'g'oz. Nechinchisiga? 5-chisiga-da, to'g'rimi? 4 ta tuqqan, 5-chisiga bo'g'oz deyapti akamiz. 20 bahosi. Jazman savdosi bo'ldimi aka? So'rashgani qancha bo'ldi? Ko'targan. Savdosi bo'lmagan. Bo'ldi, bozoringizni bersin. Xo'p, mana bu. Mana bunojin. 13 million ana sigirimiz so'ralyapti. Hech bir savdo bo'lyapti aka. 45 deyapti. Savdo bo'lmaydi. 45. Aka, unojinmi bu? Unojinmi? Videoga olmang aka. Molni olsak bo'lmaydi? Bo'ldi. Ya molni olaveram, o'zini olma. Molni olyapman hali. Molni olaver. Nechta tuqqan bu? Bir tur. Bir tuqqan ekan do'stlar. Apparat. Bo'g'ozmi aka? Chiroq sentr mol aka. Bitta tuqqan. Bo'g'ozmi aka bu? Chiroq sentr. Bo'g'ozmi? Bo'g'ozmi? Bo'g'oz aka. Ikkinchisiga bo'g'oz ekan. Savdosi bo'ldimi yo'qmi aka bu? Savdosi bo'lyapti. Nech pulgacha chiqdi? 37-38 ham so'rayapti. 37-38 gacha chiqqan 45 ga bahosi. 45 bahosi mana. Molimizga baho beramiz. Gap. Bozorlaringiz bersa aka. Xo'p. Savdo. Qaysi savdo bo'lyapti? Qaysi savdo bo'lyapti? Shu emasmi? Qaysi savdo bo'lyapti bu? Shumi? Shuni savdo bo'lyapti. Nech pulga? Nech pul so'raysiz, to'g'ri? 15 million. Bora baraka. Bo'g'oz emasmi? Bo'g'oz emas. Necha oylik? 3 oylik bo'g'oz. Mana. Bo'ylar 1.20 pilos olaverasizlar, 3 oylik bo'g'oz ekan. Mana orqalaridan molimiz. Bozoringizni bersin. Xo'p. O'taylikchi. Mana desa endi buzorlarimiz, munojimlar tomonga o'tamiz. Savdo joylarini olaylik, imkon qadar. Uzr aka. Nech pul savdo bo'lyapti aka? Assalomu alaykum. 18 million. So'rayapsiz ha? Bo'g'ozmi deyman aka? Necha? Bunojimmi? Nojim, 2 tish. 2 tish bunojim. Bo'g'ozmi aka? Mana. Bahoni qanday qo'ydingiz? 20 mi? 25 bahosi. 18 so'rayapsiz-a, to'g'risi. 25 bahosi 18 so'ralyapti. Bo'ylari 1.20 pilos olaverasiz. Bozorlaringiz bersin. 18. Chang bozor. Mana qaysi savdo bo'lyapti ekan? Assalomu alaykum akalar. Qaysi savdo bo'lyapti? Mana sirg'ali savdo bo'lyapti. Xo'p, nech pul so'radingiz? 18 yarim so'rayapman. 18 yarimga yo'q, ha? Bahoni qanday qo'ydingiz? 22. 18 yarimga berilmayapti, 22 bahosi. Mana shu bunojimiz. Bo'ylar 1.20 atrofida. Mana do'stlar, kommentariyada fikringizni qoldiramiz. Shunaqa bahosi. Mikrofonimiz studiyaning rejim bosilib qolgan ekan. Xo'p. Buzoqlarni nech pul qildingiz aka? 10 dan. Savdo bo'ldimi yo'qmi? Nech puldan? 16 ga bermadingiz ikkalasi. Ikkalasi 16 ga yo'q deyapti. Egalari mana shu buzoqchalarimiz. Ma'ruf bozorchi. Mana. Ikkalasi. Xo'p. Qaysi baraka bo'ldi akalar? Nech pul baraka bo'ldi? 6. Nechtasi? Bittami? 61 ga bitta bo'ladi. Ha, yo'q, tushunmadim. Ikkitani ushlab olganingizga qarang. 6 million 100 mingga mana shu buzoqchamiz olindi mana. Ko'ringlar. 6 million 100 ming. Mana. 6 million 100 mingga olindi. Mana 8 million 100 so'ralyapti mana shu. Baho nechi qo'ydingiz aka? 8 million 100 ming. Mana.
Fokuschi ekan o'zi. 8 million 100 ming bu buzoqchamiz. Bu nech pul bo'lyapti ekan bu buzoqcha? Savdo. Buzoqni olsak bo'lmaydi. Ha, buzoqni olyapti. Nech pul? Buzoqni olib. Ha, buzoqdan. Endi tushib qoldi, nech pul so'raldi? Mayli. 800 ga yo'q chiqasin. Mana buzog'imiz savdo bo'lyapti. Nech pul so'ralyapti akalar? Assalomu alaykum. 8 million 200 ming so'rayapman o'tgan buzog'ida. Bering. Ko'kcham urg'ochimi? 8 million 100 mingga yo'q, berilmayapti mana buzog'. Ko'kcha aka? Nech pul baraka bo'ldi aka? 8,5 million so'm baraka. Yani 8,5 millionga mana ko'kchamiz ketdi buzog'imiz. Baraka top. Mana bu buzog'imiz avjida. Nech pul savdo bo'lyapti akalar? 9 baho qo'yapsiz. Yemadi, harakat qilyapsiz, yemayapti. 10 bahosi. Savdo bo'lmadi. Niyat qilib olaman. 8,5. Ma'ruf bozor. Ma'rif bozor. Like bozormi? Charchamang aka. Rahmat. Assalomu alaykum. Tog'a nech pul dedingiz bu nojincha? 18. Aha. 20. 18 ga 20. Savdosi qanday bo'ldi? Savdosi buni 13 ga bermadi, bu 17 ga 17 ga berdi. yo'q, bu 14 ga yo'q do'stlar. Bo'ylari 1.20 atrofida mana bir penish olaverasizlar. Mana. Bir xil. Albatta. Sog' bo'lingizlar. Bozorlaringiz bersin. Xo'p. Qaysi so'raymiz? Nech pulga chiqdi aka savdosi? Hozir ketdi. Bozoringiz bersin. Ma'ruf bozorchi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Nech pul savdo bo'lyapti akalar? 9,5 million so'm. 9,5 Million. Mana 9,5 million. Shvedcha. Fokuschami? Urg'ochi. Urg'ochi ekan. Baho nechi qo'ydingiz aka? 13. 13 bahosi. Mana. Mana buzog'imiz bahosi shunaqa bo'ladi. Mana shvedchamiz. Baho beraverasiz. Aka nechi pul deyapsiz buni? Mana 13 ga oldim. 13 mana fokuschamiz do'stlar. 13. Savdosi qanday bo'ldi aka? Savdo 10 million 800 qilsa. 10 million 800 ga yo'q. Mana fokuschamiz. Uzun ekan. Izi bormi aka? Izi bormi? Dastavkalari ham bor ekan, izi ham bor ekan akamizni. Shunaqa buzoq fokuschalardan-da aka, to'g'rimi? Shunday ha. Mana do'stlar, mana shunaqa buzoq. Bunojinlar bizdan hammasi. Bunojinlar ham akadan ekan mana. Qisqasi yosh buzoqdan chiqqan. Buzoq desa ham bo'ladi, mana shunaqa yosh bunojin fokuschalar akada serop. Qarshimi aka? Qarshi mana. Nomer qoldiramiz, agar bozorda arzon qilib beramizmi aka, xudo xolasa? Yengil qilib beramiz. Yengil. Bozordan yengil qilib beramiz deb. Mana shunaqa yosh mollarga qiziqadiganlar. Bog'ladingizki buni? Ha, yangimi? Chiroy ko'rinish bo'ldi. Chiroyichi. Nomer aytingchi aka? 88 88lik 211 311 99 9919 raqamlarga chiqaverasizlar. Mana shu akamiz bilan bog'lanasizlar. Bozoringiz bersin aka. Charchang. Xo'p. Qaysini so'rayapsiz aka? Assalomu alaykum. Bu nima? Nikoni 15 million. Ikkalasi 15 ga bir joyga. Ikkalasi bir joyga 15. Mana. Uzoqchalarimiz. Urg'och. Yo'q. Bahoni qanday qo'ydingiz aka? Ha? Bahoni 20 deyapsiz. Aka, baho yig'laga 16 bering dedi. Voh, hech qancha qolmabdi-ku oralaringizda. 15 million 700 bozor so'rayapti. 15 million 700 ga bermagansiz. Mana. 16 bering olmaydi. Mana. 16 bo'lsa oling debdi akamiz. Yo'q. 15 millionga so'ralyapti. 15 700 ga bermagan ekan. 8,5 7,5 so'ragan ekan mana. Bozoringiz bersin aka. Buzoqlari savdo juda chaqqon. Nech pul savdo bo'lyapti akalar? Nech pul so'radingizmi siz? Yo'q, bu yoq savdosi. Gapirma, bitta gapiraman.
100 ming o'tsammi? 10 ming o'tsammi? 98 bermayman. 100 ming o'tsang hozir. 50 ming o'tsammi? 10 million toza. Hozir qarang. Artgan bo'ladi. Mana shu unojimiz 10 million toza Uni aytang. aytildi. Hozir ko'rsataylik. 10 million toza. Unojimiz ko'rsatamiz. Kam yo'q mana shu 10 million mana. 10 millionga yo'q. Bozoringiz bersin. Tog'a nechi pul dedingiz unojinlar? Assalomu alaykum. Maysira. 13 dan deyapti. 13. Bucha? Bu ham. Bu ham 13 dan bahosi savdosi bo'ldimi yo'q? So'ralgan. 11 dan so'rayapti. Bir joyga. 11 dan bir joyga yo'q, 13 dan bahosi. Bir o'yinlar, bir plus, bir o'yin atrofida berdi. Mana savdo. Necha pul so'rasiz aka? 11 million 600. Buni ha? 11 million 600. Bahoni qanday qo'ydingiz tog'a? 13 deyapti, 12 deyapti. 14, 11 million 600 ga chiqqan yo'q. Orqalarini ko'rsataylik. Mana shu bunojimiz. Bo'ylari 1.10 plus olaverasiz. Bozor sizlarsiz. Hop. Bu qaysi baraka bo'ldi? Nech pulga? 10 million 400. 10 million 400 ga mana bunojimiz. Pul sanalyapti bo'lsa baraka. 10 million 400. Mana. Bunojinlar mana buzoqlar bozori chaqqon bo'lyapti. Bozor avji bu tomonda-da. Sog'in sizlar yo'q. Savdo bo'ladi. Siz o'zingiz tanlasangiz bormanglar, boshqa kerak emas gapi. Qora savdo bo'lyaptimi aka? Ikkalasi. Nech pulga? Bilan 22 million. Ikkalasi bir joyga 22 ga berilmayapti. Bahoni qanday qo'ydingiz aka? Ha, 30 million deyapti. 30 bahosi. 22 bo'lsa bo'ladi. 22 ga yo'q mana. Real savdoning ustidamiz. 22. Yo'q, 30 bahosi 15 dan deyapti. 11 dan so'ralyapti yo'q. Bozorlaringiz bersin. Bozori avji. Hamma o'zi unojinlar tomonda ekanda, savdo bo'lyapti bu tomonda. Mana. 11.5 ga chiqdingizmi bu? 10.5. 10.5 so'rayapsizmi? Nech pul so'rayapsiz? YouTube. 10.5 so'rayaptimi aka? 10 o'zi. 10 o'zi. 10 million. Baho nech pul qo'ydingiz aka? 15 bo'ldi. Aha, 15 baho. 10 million. 10 million. Ikkalaringiz ham charchab ketasiz o yaqinlashguncha o'tirishda. Mana. Televizorda 10 million. Ha. Ye, mana shu buvomiz bilan savdo qilyapti. Gap yo'q. Taniganlar bo'lsa yozaveramiz. Bozorlaringiz bersin. Hop, aka nech pul dedingiz buni? Bo'ldi aka, sog' bo'ling. Biroz gapir. Nech pul dedingiz aka? 18. Savdosi bo'ldimi yo'qmi? Savdosi bo'ladi. Nech pul? 15.5 so'rayapti. 15.5 ga yo'q. 18 bahosi 15.5 ga yo'q bo'lsa mana shu nojinimiz. Bozoringiz bersin. Nech pul savdo bo'lyapti aka? 12 million 500 ming. Bermayapsiz-a? Tug'magan-a bu hali unojimiz? Mana do'stlar, 12.5. 15 sotyapsizmi buni? Bahosini qanday deyapsiz? 13 bo'lsa beramiz. Hech qancha qolmabdi-ku. 12.5 so'radi, to'g'ri? Nima o'tdi? Bozorga chiqsin, nima bo'ldi? Bu mana Moskvada qo'l ko'tarib qo'ying, salom aytavering. Rossiyadan yigitlar omad yor bo'lsa, gazga bostar xato oldirishadi. Nimalar gap yo'q. Mana. 12.5 millionga berilmayapti mana shu unojinimiz. 13 bo'lsa oling deyapti akamiz. Mana. Bozorlaringiz bersin, qisqasi bo'lsa, savdosi uzoq bo'ladi bundan ham. Aka nech puldan qo'ydingiz bu buzoqchalar bahosini? 23 ikkalasi bermagansiz. 19 million. Ikkalasi 19 bermadingiz aka. Ikkalasi 19 ga berilmabdi. Bo'ylari 1 plus olaverasizlar. Mana. 19 ga berilmagan. Bozoringiz bersin. Hop, o'taylikchi. Mana savdo. Qaysi savdo bo'lyapti? 5 millionga beraman. Nech pul so'ralyapti aka? Nech pul so'ralyapti? 11 ga yo'q mana shu nojinimiz. Baho nech qo'ydingiz?
15 bahosi 11 ga yo'q. Bo'ylari biri 10 plus minus olaverasizlar. Bozoringiz bersin. Hop. Mana esa savdoni ko'raylik, savdo. Mana shu munojonamiz. Nech pul savdo bo'lyapti aka? Nechi pul qilyapti ekan? Nech pul so'rasiz aka? 11,5. Mana shu munojonamiz. Bo'ylari biri 10 plus olaverasizlar taxminan 11,5. Yo'q. Hurmatli do'stlar, shuning bilan Chiroqchi-Qoraquruq bozoridagi 29-iyul sanasi bilan bozor narxlarini olib yakunlaymiz. Yirik shoxli mollar tomonidan endi qo'y-qo'zilar tomoniga o'tamiz do'stlar. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Kanalga yangilar obuna bo'lib qo'yamiz.